Soqqa qilish kursimizga 100 ta odam olgin, $400 men 1 oylab cho'zib o'tiribman. Bir haftada o'rgataman, ko'chaga chiqib soqqaga yuraveradi. Luboy narsadan soqqa qilib yuboradiganlar. Oho, Akram aka bog'ni katta qilib yuboribsiz, endi buni kaltalash kerak daraxtlarni. Voy mana biz qilib beramiz-da, ota kasbimiz bog'bonchilik bo'lgani, 500 ming so'm bering, kechgacha biz sizga topshiramiz shuni. Akalar ish bormi? Borda, bog'bonchilik qo'ldan keladimi? Aka Luboy keladi. 200 ming so'm beraman, o'tiring. Hozir 300 ming foydadamizmi endi? Biz emas, men foydadaman. Senga 1 so'm yo'q bunda. Jan, o'tirdingizmi? Menda soqqali reja bor, yangi. Temir yo'lda ayni mana shu nuqtasiga radar o'rnatamiz, arqa oldi solaveradi. Temir yo'lgami radar? Nechi qilasan tezligini? 50 qilib qo'yamiz, bo'ldi, tamom. 50 dan oshmash kerak. O, afrosi yo'q, 250 o'tadi bu yerda. 5 barobar to'lar ekan-da bo'lsam. Chakras, unisi 100 ga ham qo'yishimiz. Ukalar, 3-etajda 2 xonali $200 berasizlar, o'tiraverasizlar. Aka qimmat, $200, $150 beramiz aka, yosh oilamiz. Bola chaqa bilan tinchgina akkuratni o'tirib yashayveradi. Kelishdingmi? Bo'laveradi. 3-etaj 2 xonali, $500 berarsan, bemalol kayfingni qilib yashayverasan. Faqat qizlarni kechikmayapti. Seriozli? Vau, rahmat. Sen nima qilyapsan? Qizlar kayf nima tutyapsan? $100 saniki jim. Aka, 90 million karta tashlaveradi, bexijolat, joningiz sog' bo'lsin. Menga qara, nima telefonda xalqib tashlayapsan hamma narsani? Teknospark telefoni bo'ladi bu. 108 megapikselli kamerasi bor. Qara PUBG o'ynaysan, PUBG o'ynaganda qo'llaring massaj qildirib yuboradi, bilasanmi? O'g'ey. Haqiqiy soqqakashlar telefoni mana shu bo'ladi. O'g'ey. Da. Teknospark nima dedi?